Bu ikkinchi finjon choy esa Muborak Abdullayevaga ura. Bo'lmasam boshlaymiz. Afandani qizlari nimaga tarqab ketdinglar endi? To'g'risini ayta olasizmi yo'qmi? Oldin umuman boshqacha inson bo'lganman. Lekin nimadir gapirib oxirigacha gapirib beramiz. Mayli. Men 140 kilo bo'lganman. Hozir 70 kilo ozganman. Ertalab turdingiz, shunda oilaga qarasangiz o'zingiz tanimadiz. Oshqozon operatsiyasi qildirganda o'shaning uchun oson ozadi deb o'ylashadi, lekin bu narsani ham juda og'ir holatlari ko'p. Yaqinda kelin ko'yni svadebniy salonga borib, kelin ko'yni kiyib ko'rdim. To'yga chaqirmasangiz ham bo'laman. To'yga chaqiraman, albatta. Balu shot. Balu. Biza. Налейте мне покайчик вина, пожалуйста. Kimdir ko'p ovqat yesa ham ozg'in turaveradi. Yarim og'iz kampir. Juda zo'r. Albatta uyda tayyorlab ko'ringlar. O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Siz bilan yana nima ovqat ko'rsatuvi va men Kaminayu Kamtarin Aziza Nizamova bugun siz bilan bu ikkinchi finjon choy esa kimgaligini aytaymi? Albatta Muborak Abdullayevaga ura. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Har doimgidek juda go'zalsiz. Rahmat, siz ham. Rahmat. Сегодня в домашней одежде, ну ладно. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi keldim. Ko'chada Sizni ko'rib xursandman. Rahmat, mana juda xursand. Romantichniy havoda maza qilib keldim. Muborak, qanaqa ovqat qilamiz bugun? Bugun endi to'g'risini aytsam, men 3 yildan beri to'g'ri ovqatlanish rejimidaman. Shuning uchun shu rejimdan chiqmagan holatda foydali bo'ladigan va oqsilga boy baliq tayyorlaymiz. Zo'r, lekin men baliq yaxshi ko'raman. Bo'ldi, bo'lmasa ketdik. Bo'ldi, boshlaymiz. Давайте. Bizga nima kerak bo'ladi? Nima masala? Bizga mana kam narsalar kerak bo'ladi aslida. Baliq, ya'ni qizil baliq, bu juda ham foydali. Oqsili ko'p bo'ladi va qorinni to'q tutadi, ortiqcha kaloriya bo'lmaydi. Bundan tashqari shpinat, piyoz, chesnok, sir, salat uchun bu va ozgina sariyog', qaymoq. Albatta, olivko'y emas, zaytun yog'i. Zaytun yog'i. Xo'p, demak, bizda bugun juda ham такой ужин bo'lar ekan. Lekin bu juda zo'r, menimcha odamlarga yoqadi va eng muhim juda tez pishadi. Juda ham tez pishadi. Bo'lmasam boshladik. Siz menga salat tushuntirib bering, men salat sizga yordam beraman. Salat shu rukola, pomidor, bodring Kesish chiroyli kerak qilib to'g'rab-da, ustiga keyin anor sous solamiz. Tushunarli. Bo'lmasam boshlaymiz. Boshladik. Aha. Adashmasam, siz faoliyatingizni Dugonalar shoudan boshlagansiz. Albatta. Birga boshlaganmiz. Bitta sahnada. Haqiqatan ham zo'r bo'lgan. O'ziman Toshkent madaniyat kollejida o'qiganman. Undan oldin maktab paytimda o'zbek filmga qatnardim. Ya'ni o'sha yerda ustozlardan dars olib, O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilovdan dars olardim. Aktyorlik mahorati, sahna nutqidan. O'sha maktabda o'qib yurgan paytimdan endi po'mpaloq bo'lganman. Kliplarga chaqirishardi. Kliplarga chiqardim. Aynan shunaqa obraz bo'ldi. Aynan shunaqa komik obrazlarda chaqirishardi. Lekin men qanaqadir dramatichniy rollarni o'ynashni yaxshi ko'raman. Keyinchalik kollejga kirganman, Toshkent madaniyat kollejiga. U yoqda ham yaxshi baholarga tugatib o'qiganman. Keyin ana o'shandan keyin kollejni bitirganimdan keyin Zo'r tilida Dugonalar shou ko'rsatuvida Indira opa bilan birgalikda shu ko'rsatuvga chiqqanman. O'sha yerda tanishganmiz mana siz bilan ham. Juda ham zo'r qizlardan tashkil topgan, juda ham qiziqarli voqealar ko'p bo'lgan proyekt bo'lgan. Keyin nimaga bu to'xtatildiki, endi menimcha hamma o'zini yo'lida ketdi. Birinchidan o'zini yo'lida ketdi, ikkinchidan menimcha har bir ayol kollektivda har doim nimadir gap bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin hech qanaqa endi urishilasiz, nima deydi? Albatta. Hozir ham mana ko'rganimizda salom alik qilib salomlashamiz. Keyin adashmasam, siz Nigina va Nigorочка juda ham o'sha paytda
mashhur bo'lgan trio qildinglar. Afandini qizlari. Afandini O'sha qizlari. paytda aytishim kerak, unaqa gruppa bo'lmagan Instagramda ham. Sizlar birinchi ochib bergansizlar shunaqa komik yo'nalishni. Endi shunaqa zamonaviy hayotga hamma moslashishi kerak. O'sha payti televideniyadan ko'ra ko'proq internetni o'rni kuchayib ketayotgan payt edi va internet uchun nimadir proyekt qilishimiz kerak edi. O'shani hisobiga qizlar bilan kelishgan holatda ideya qilib, ya'ni o'zimizni milliylikdan voz kechmagan holatda Afandini qizlari deb nom berganmiz. Har bitta qiz o'zini obrazi bo'lgan. Chiqadigan roliklarimiz ham nima deydi, o'zbekona, hech qanaqa bo'rttirilmagan, shu o'zbekni xonadonida bo'ladigan kelin, qaynona, opa singillar, dugonalar temalarida, mavzularida olib chiqqanmiz. Shuning uchun birdaniga internetda mashhur bo'lib ketgan. Lekin bomba bo'ldi haqiqatan, juda ham mashhur edinglar. Nimaga tarqab ketdinglar endi? Endi tarqab kursni ayta olasizmi yo'qmi? Tarqab ketdik deya olmayman. Endi masalan baribir komanda bo'lib ishlagandan keyin 3 ta qizda ham juda ham yaxshi mashhurlik olib keldi. Hammani ishiga, nima deydi, karyerasiga nisbatan, finansga nisbatan katta yutuqlar bo'ldi. Endi shunaqa proyektlar bo'ladi, endi boshlangandan keyin qaysidir muddatda tugashi ham bo'ladi. Endi hamma narsa nima deydi, davomiy emas. Ha, boshi bor va oxiri bor. Lekin men aytamanki, bizlar qizlar bilan juda ham bir-birimizni yaxshi ko'rganmiz, hozir ham yaxshi ko'ramiz. Hozir ham gaplashib turasizlar. Hozir ham gaplashamiz. Endi o'sha paytda birga ishlab, birga ijod qilib, birga yonib, birga o'chdik. Lekin bu normal holat. O'zim ham to'g'risini desam, juda ko'p guruhda ashula aytganman shu yoshimgacha. Setora qolmagan, Durdona qolmagan, Asal Shodiyeva bilan ham qo'shib qo'ylaganmiz. Har xil holatlar bo'lgan va bu normal holat deb o'ylayman. Chunki inson o'sishi uchun har xil holatlardan o'tish. Ijodkor odam o'zi qiziquvchan bo'ladi-da. Har xil narsaga qiziqadi. Bitta joyda qolib ketsa ham o'ziga emotsiya ham bermaydi, kayfiyat ham bermaydi, qanaqadir o'sish bo'lmaydi. O'shaning uchun menimcha, mana hozir Nigina teatrda, Nigora televideniyada, hattoki hozir ko'raman, ustozlik qilyaptilar. Juda ham zo'r ishlab yurishibdi. Muborak, siz adashmasam uncha ko'p bo'lmadi ro'molga kirganingizga. Nima sizga turtki bo'ldi? Qizlarimiz bilan bo'lishing, balkim kimgadir yaxshi o'rnak bo'larsiz. Men 2 yil bo'ladi, xudo xohlasa, ro'molga kirganimga. Endi to'g'risini aytsam, oldin umuman boshqacha inson bo'lganman. Uni hamma aytaveradi. Hattoki mana ro'moldan oldingi holatimda men 140 kilo bo'lganman. Hozir 70 kilo ozganman bu kungacha. Ya'ni bitta odam hayotimdan chiqib ketgandek gap. Lekin hamma meni o'sha 140 kilolik Muborak qidirishaveradi. Baribirga ham. Baribir bu payt oynaga qaraymanda shunchalik ham odam o'zgaradimi deyman. Bu endi albatta nima deydi? Baribir inson katta bo'lgandan keyin dunyo qarashi o'zgaradi, fikrlashi o'zgaradi. Shular ham sabab bo'ladi deb o'ylayman. Ro'molga kirishim sababi oilaviy umra safariga borganmiz. O'shandan keyin bu narsani xohladim va o'zim xohladik. O'zingiz keldingiz bu narsaga. O'zim xohlab, dunyo qarashim, fikrlashim o'zgardi. Hech o'y bo'lganmi, masalan, noto'g'ri qildimmikin degan? Yo'q, unaqa o'ylanishlar bo'lmagan, men ikkilanmaganman. Qaytanga juda ham sokinlashganman, juda ham bir nima deydi, rohat topganman. Baribir shu ijod paytida shoshilish yoki qayg'urish, nimadirlar qilishga harakat qilish, shoshilish, nima deydi, kelajak haqida ko'p o'ylash juda ham ko'p bo'lganda, aynan ro'molga kirgandan keyin juda ham xotirjam bo'lib qolganman. Sokinlik paydo bo'ldi. Sokinlik va inson shunaqa bo'lar ekanki, bittada o'zgaradi. Qanaqa? Bugun xohlab turgan narsangizni ertaga xohlamasligingiz mumkin. Masalan, teatr sahnasida men juda ham mashhur aktrisa bo'laman, drama teatr aktrisasi bo'laman deb yoshligimdan o'qiganman. Shu juda ham mashhur aktrisa bo'laman deb harakat qilganman, lekin bora-bora bunga nisbatan qiziqish tushishni boshladi. Boshqa sohalarga qiziqish ko'payib ketdi. Biznesga shunaqa. Muborak demak hozir biznes ham qiladilar. Nima biznes qilasiz agar sir bo'lmasa? Shu kungacha har xil bizneslar qilib ko'rdim. Kiyim biznesi va tur agentstva ochib ko'rdim. Lekin nima deydi? Sezonlik bo'ldi. Unaqangi ko'p darajada. O'zingiz yo'nalishingizni topmadingiz halicha.
hozir endi o'zimni yo'nalishimdan kelib chiqqan holatda bitta biznes g'oya qilganman. Bu ozish, sport bilan shug'ullanadigan, to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri правильный питание qiladiganlar uchun detoks ishlab chiqarish bo'yicha. Ya'ni ozgina bo'lsa ham hayotiga yengillik beradi. Lekin bu zo'r. Shu narsani qilmoqchiman. Siz o'zingiz sport bilan shug'ullanasizmi? Sport bilan shug'ullanaman. Menga ko'pchilik aytadi, oshqozon bitta tarelka. Mana shu tarelka berdi. Shuni ola qol. To'sa beraymi yo? Yo'q, mana shu bo'ladi. Mana shu chisma kartin. Oshqozon operatsiyasi qildirganda o'shaning uchun oson ozadi deb o'ylashadi, lekin bu narsani ham juda og'ir holatlari ko'p. Endi og'ir emas, qanaqadir yengil taraf emas. Ya'ni oshqozon operatsiyasi qilgandan keyin ham sport bilan shug'ullanish kerak, massajlar olish kerak, ovqatlanishga to'g'ri e'tibor berish kerak. Agar unaqa qilmasa, yana semirib ketaveradi. Chunki oshqozon tortilib, cho'zilish qobiliyatiga ega. Ko'pchilik afsus qilasizmi deyishadi. Afsus qilmayman. Chunki nima deydi, ancha muncha yengil bo'lganman, sog'lig'im ham yaxshi bo'lgan. Ya'ni 70 kilo degani bu juda ham bir katta odam chiqib ketdi degani. Albatta, bu hammaga emas. Lekin xudoga shukr, nima deydi, hech qanaqa salbiy taraflari yo'q. Chunki o'zingizga qaradingiz. O'zimga qaradim. Hamma doktorlarni aytganlarini qilib, o'zimga qaradim. Ahvolim yaxshi. Hozir bemalol ovqat yeyman. Yaxshigina, ishtaham baland, lekin har doim rejim ushlab turaman. Shirinlik yeysizmi? Shirinlik ham yeyman. Endi hammaning organizmi har xil. Kimdir ko'p ovqat yesa ham ozg'in turaveradi. Kimdir yalmog'iz kampir. Bularni biz yalmog'iz deymiz. Kimdir nafas olsa ham semirishi mumkin. Hammada har xil endi. Shunaqa, lekin to'g'ri. Lekin muborak nima bo'lganda ham siz juda ham go'zalsiz. Avvallari ham go'zalligingiz, har ham o'zingizga tortadigan istarali qiz bo'lgansiz. Hozir yanada go'zal bo'lgansiz. Rahmat. Haqiqatan o'zi ozishimga ham sabab bitta klip syomkasida menga kelin ko'ylak kiydirishgan. Kelin ko'ylak kiymasdim, qochardim nimagadir kelin ko'ylak kiyishdan. Keyin juda ham katta summa beraman deganda, mayli kelin ko'ylak kiyaman deb katta summa uchun klip uchun rozi bo'lganman. Lekin o'sha paytda o'sha klip hayotimni qanaqadir o'zgartirib yuborgan. Ya'ni kelin ko'ylak kiyganimda oynaga qarab shunaqa xunuk kelin bo'lamanmi degan xayol o'tganda, o'shandan keyin faqat nima deydi, miyam teskari ozishga ishlagan. Ozishim kerak. Demak, yaxshiyam shu klipda rol ijro etgan. O'zgarishim kerakligini, ya'ni hamma menga chiroylisiz, do'mboq bo'lsangiz ham o'zingizga yarashadi degani bilan sog'liq birinchi o'rinda. Baribir o'shanda tushunib yetganman, juda ham katta darajada semirib ketibman. Keyin ozishni eng tez usullaridan harakat qilganman o'rganishga. Oshqozon operatsiyasini qildirganman, lekin buni afsuslanmayman, chunki Istanbulda qildirganman. To'g'ri vrachlar to'g'ri qilishgan. O'shaning uchun ham sog'lig'im hozir yaxshi. Sizdan maslahat so'rashsa, siz albatta tavsiya qilasiz oshqozon operatsiyasi. Faqatgina to'g'ri doktor, to'g'ri vrachda maslahat berardim, o'zini ishini biladigan. Chunki hozir juda ham bu narsani orqasidan ko'p pul qiladigan doktorlar ham ko'payib ketgan. Qassoblar. Ya'ni operatsiyadan keyin odamlar ovqat yemaydi, qayt qiladi. Agar to'g'ri operatsiya qilinsa, ovqat ham yeydi, qayt ham qilmaydi. Sog'lig'iga ham unaqa yomon ta'sir qilmaydi. Oshqozon operatsiya qilgandan keyin baribir sport bilan shug'ullanish kerak. U sport bilan, massaj bilan oshqozonni kestirdim, bo'ldi, ozib chiroyli bo'laman degan narsa yo'q. Harakat. Ko'p ayollar o'ylaydiki, oshqozonni operatsiya qilaman, bo'ldi, sразу ozib ketaman, hech narsa qilmayman degan xayol bor, lekin mana muborak hozir aytayotdilar, что baribirga ham odam o'z ustida ishlash kerak, chunki semirib ketish ehtimoli bor. Lekin ozish zo'r. Ozish. Yana bitta narsa, oldin qaysidir magazinlarga kirganimda razmer yo'q degan gap eshitardim. Hozir mana maneken razmerida ko'ylak kiyaman, lekin xayolimda shu to'g'ri kelarmikin, sig'armikin degan xayol turadi. Baribir qolib ketadi. Lekin men o'sha manekenda turgan kiyimni kiysam to'g'ri keladi. Lekin xayolimda hatto o'sha paytdagi nima qolib ketar ekan fikr. Bu narsalardan ustida ishladim. Endi hozir yaxshi. Shunaqa bo'lganmi? Qani ertalab turdingiz, shunda oilaga qarasangiz, o'zingiz tandimadingiz, такой, "Oy, да, всё, я ж похудела". To'g'ri. Men oldingi kiyimlarni kiyib ko'rsam, o'ylayman, qanaqa bunaqa darajada katta odam bo'lish mumkin deyman. To'g'risi, oldingi kiyimlarimni kiysam, u o'tga hozir 3 ta muborak sig'adi. Yana keyin yaqinda kelin ko'ylak svadebniy salonga borib, kelin ko'ylak kiyib ko'rdim. Juda ham chiroyli turdi. Va o'sha meni qo'rqitgan holatdan chiqib ketdim. Ya'ni juda ham chiroyli kelin bo'larkanman. Endi siz nimaga o'tga borib kelin ko'ylak kiyib ko'rdingiz? Endi shundan gapiramiz aka. Sababi bor. Hali yo'q, hali to'yim bo'lmayapti, lekin
nima 3 yil oldin kelin ko'ylak kiyganimda qo'rqqanman-ku, qo'rqish hissi bo'lgan-ku. Uchrashuvlarga chiqaman, yo'q turmushga chiqmayman deb turmushga chiqishdan qochadigan bo'lib qoldim. Ya'ni to'g'rimdagi inson yaxshi bola, ish joyi yaxshi bola bo'lsa ham, yo'q turmushga chiqmayman degan holat bo'lib qoldi. Bu narsani ustida keyin ishlasam, ya'ni men o'sha payti 3 yil oldin kelin ko'ylak kiyganimda 140 kilo bo'lganman va bu narsani qabul qila olmaganman. Aynan kelin Qolib ko'ylak ketgan. uchun. Qolib ketgan. Bordim, kelin ko'ylak kiydim. Maneken razmerdagi va kiyib ko'rganimda o'zim juda ham baxtli his qildim. Chiroyli kelin bo'lar ekanman dedim. Ana endi Endi yuragingiz ochildi. yuragim ochildi. Endi mana turmushga chiqsam bo'ladi degan narsa bo'ldi. Tushunarli. Bu ham bir psixologik yo'lda lekin. Ha. Lekin nimadir gapirib oxirigacha gapirmayapsiz. Mayli. To'y bo'lsa xavotir olmaysiz. bo'ldi, aytasiz. Обязательно bo'lasiz. Albatta bu yerga mana Xanna keluvdi o'tgan safar birinchi bo'lib ular ham mana erga teyaptilar, aytdilar. Har doim bizaga bu yerga kelgan mehmonlar yangi xabarlarni o'zi haqida zo'r xabarlarni aytib ketishadi. O'shanga siz kelin ko'yligingiz babchi yaxshi xabar. Lekin to'yga chaqirmasangiz xafa bo'laman. To'yga chaqiraman, albatta. Endi hozir uchrashuvlarga chiqib yuribman. Uchrashuvga chiqib yuribman. Sababi endi baribir umr yo'ldosh tanlayotganda inson o'ziga hamroh tanlaydi. To'g'ri. Ya'ni yo'ldagi hamrohi yaxshi bo'lishi kerak deb o'ylayman. Endi uchrashuvga chiqqanda yarim soat yoki 1 soat hamma ham qo'ldan keladi juda ham yaxshi ko'rinishga. O'shaning uchun birinchi o'rinda juda ham qo'rqaman qarshimdagi inson ko'ringani kabi bo'lmasa-chi degan. Shuning uchun o'rtoqlar uchrashuvga chiqqaningizda boricha bo'ling. Boricha O'zingizni bo'ling. yaxshi ko'rsatishga Albatta. harakat qilmang. Chunki keyin erga teganingizdan keyin, uylanganingizdan keyin insonni asl qanaqaligini ko'rib hayratga tushishingiz mumkin. O'shanga borligicha sevsangiz, keyin ham hech qanaqa syurpriz bo'lmaydi demoqchiman. To'g'rimi? Borligingizcha. Savollarim bo'lsa bemalol savol beraman, kulaman, hazillashaman. Turmush o'rtog'im bo'ladimi, yo'qmi? Zato maza qilib ovqatlangan o'qisadi deyman. Прекрасно. Suhbat. Hali to'g'ri keladigan suhbatdosh topmadim. Topasiz, albatta bor. Прям вот his qilyapman, что aynan shu yil что-то siz topasiz kimdir. Xo'p, biz nimalar qildik? Hozir biz Hozir mana endi piyoz kesdik. Piyozni kesdik, chesnok kesdik. Endi bu alohida sousi uchun hozir biz balig'i qovurib olamiz. Past olovda Baliqqa esa ziravorlar qo'shdik. ziravorlar qo'shdim va olivkiy maslada biroz zapravka qildim. Bo'lmasa boshlaymiz. Boshlaymiz. Balig'imiz bu joyda pishyapti. Endi bu yog'iga sous tayyorlaymiz. Shpinat juda ham foydali. Balig'i oldiga shunaqa sous juda ham mazali chiqadi. Balig'imizni endi dimlab qo'yamiz. Hozir sous uchun sirg'ib olamiz. Qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Balu pishyapti. Balu yeymiz. Balu yeymiz. Xo'p, salat uchunchi yana nima qilishimiz kerak? Salatni tuz bilan limon suvi bilan aralashtirib, anor sousini solamiz, bo'ldi. Bu so'q qancha bo'lishi kerak? Ozgina siqib olamiz, bo'ldi. Yaxshimi shuncha? Shuncha? Ha, yaxshi. Hozir buni ustiga solib keling. Lekin baliq zo'r pishyapti. Baliq juda ham zo'r dimlanib pishyapti. Souslarni qaramaysizlar, voy, sливочный соус, to'g'ri? Hozir biz ikkalamiz Italiyada o'tirib balu yeymiz. Налейте мне бокальчик вина, пожалуйста. Белого сухого, французского, если можно. Так, xo'p, tuz. Hozir buni sovuramiz. Yetarlimidi u ishqilib? Yetadi. Yo ko'proq qiling. Yo'q, yetadi. Bu endi zelenniy salat.
Foydali bu ham vitamin. Rukola judayam полезный, judayam foydali rukola. Kayfiyatga ham juda ham zo'r yaxshi ta'sir Va qiladi. bilasizmi, bitta pitsa yegandan ko'ra mashuncha salat yeb yeganingiz yaxshi-da. Masalan, salat, просто nonsiz, ya'ni. To'g'ri. Va qorningiz to'yadi. Inson ko'p yeganidan semirmaydi, noto'g'ri narsalar yeganidan Yeganidan semirishi semiradi. mumkin. Anor sousi Anor juda ham sousi. mazali qiladi. Bo'ldi, все, esladim. Restoranlarda. Da. Yong'oqni ham ustiga qo'yib olsak bo'ladi. Demak, salatimiz tayyor, to'g'rimi? Va Salatimiz endi tayyor. biz balig'imizni kutamiz, baluni. Balu. Muborak va nihoyat balu pishdi. Tayyor bo'ldi. Endi Salatimiz yeb ham. ko'rib mazasini baho bering. Zaytun yog'ida pishgan losos. Qani, boshlaychi. Voy, qirsillashni qarang, buni yaxshi pishibdi. Voy, ana. Eng foydali baluni tarafi bu menimcha kojitsa eshitganman. To'g'rimi? Biz hamma foydali yog'lar mana shu kojitsada bo'lar ekan. Adashmasam. To'g'ri. Qarang, bismillahir-rahmanir-rahim. Dimlab pishirdik buni. Balu va ham balu. Endi sousi bilan birga yeb ko'ring. Sos esimizdan chiqib ketdi. Sливочный sos menimcha adashmasam. Сливочный сыр. Очень вкусно. Sous bilan boshqacha maza. Juda ham. Baliq lekin har doim juda foydali va deyarli tez pishadi baribir. Yengil hazm bo'ladi. Foydasi ko'p. Va albatta salatdan ham tasavvurning. Salatimiz ham jilliq. To'ppi salat. Jilliq yana Sarvarjon bizda pechenyelarni yeb o'tiribdi. Biz bu payt esa shiringina balularni yeyamiz. Salat ham zo'r chiqdi. Juda. Bir bilan o'pishib qo'ydi. Juda zo'r. Albatta uyda tayyorlab ko'ringlar. Umid aka. Har doim ko'rsatuvdagi mabda yeb turamiz. Bismillah deyapman. Shu deydim. Yo'q, bemalol. Mana buni ham mazasi o'zi baliqga yo'q serka. Baluga qarab yeysiz, baluga. Shunaqa bo'lyapti o'zi. Muborak. Rahmat sizga katta kelganingiz uchun. Rahmat. Maza qildim siz bilan Men ham siz gaplashib, bilan maza qildim. ko'rishib, nihoyat. Shunaqa sabab bo'lmasa ko'rishmaymiz mana. Xuddi shunaqa. Ko'proq ko'rishib turaylik. Siz o'zi gap o'ynaysizmi u kimdir bilan? Gap. Yo'q, hozir. Hozir o'ynamayapman. O'shanga ko'rishib turaylik qizlar bilan, menimcha, Nigina, Nigoralar bilan, Indiralar bilan yig'ilib. Birgalikda yig'ilib. Как-нибудь вообще надо всех девочек позвать на передачу, чтобы мы все что-то приготовили. Один вот. Balki bu studiyada emas, qanaqadir tog' manzarasidami? Juda ham zo'r fikr mana. Zo'r. Ko'chada такой pikniklar qilib. Kimdir Yaxshi sizga boring. ijodkorman desam, kimdir o'tin olib keladi, kimdir qozonga qaraydi, kimdir salat qiladi, kimdir dam oladi. Ha, kimdir bu men. Dam oladi. Rahmat Muborak yana bir marta. Juda shirin chiqdi hamma narsa. Suhbat uchun rahmat. Sizga ham Yana rahmat. kelasizmi? Yana kelaman. Rahmat. Rahmat. Классно. Очень вкусно получилось, Muborak. Давай доедей. Bemalol yeb, mana ko'ringlar.